Salkam 13 ming dollarga tushgan asfalt malikasi aka, bitta ko'rib adrenalin oling. Bu mashinani orzu qilmagan, niyat qilmagan o'g'il bolam o'zi bo'lmasa kerak. Xotiralaringizni eslatib olgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying aka. Mashinani bu holatga olib kelib olishda o'zi bo'lmaydi. Diskasini o'zini Xitoyga zakaz qilib 1200 dollarga olishgan, 2 oy kutib aka, kargos bilan 1,5 mingga aylangan. Ballonlari bilan ustunovka qilinishi bilan 2000 dollardan o'tib ketgan. Rulga e'tibor berasiz. Alohida Ozarbayjondan 2 oylab istab olishgan. Rul arzon turmashi ana, rulni narxini bilmadim. Elektronik gidravlik ustunovka qilingan 600-700 dollar turadi elektronik gidravlikani o'zi. Bu mashinaga biz Mercedes 204 bar ustunovka qilib berdik. Joysticklarni ishlatib berganmiz aka. Hop, polni salon освещенияларni qilib berdik. 20 ta atrofida kamchiligi bor ekan. Polni qilib berdi, inshaalloh. Mashina bitta gap bilan aytganda krasavchik bo'ldi. Shu mashinani aka niyat qilib yurgan do'stingiz bor, ancha yildan beri 07 jo'natib qo'ying, inshaalloh tez kunda nasib qilsin hammaga mashina, lekin menga ham juda ham yoqdi.